shunday insonlar borki, ular bir umr o'zlari emas, balki boshqalar xohlagan soxta niqob ortida yashashga majbur bo'lishadi. Butun dunyo uni shunchaki maftumkor, ammo ahil zakovati hamin qadar ayol deb taniydi. Lekin uning yaltiroq tabassumi ortida Einstein bilan tenglasha oladigan daho yashiringanini hech kim bilmas edi. Bugun biz o'tgan asrning eng katta sirlaridan biri Marilyn Monroening fojiali o'limi ortidagi parda orti o'yinlarini fosh qilamiz. U chindan ham o'z umriga zomin bo'ldimi yoki saltanat sirlaridan ogoh bo'lib qolgani uchun qurbon qilindimi? Asl ismi Norma Jean bo'lgan bu ayolning aqli Gollivudga qiziq emasdi. Ularga shunchaki pul keltiradigan chiroyli qo'g'irchoq kerak edi. Marilynning o'sha hammaga ma'lum bo'g'iq va ehtirosli shivirlab gapirish uslubi esingizdami? Buni ko'pchilik ayollik jozibasi deb o'ylaydi. Aslida esa bu bolalikdan qiynab kelgan og'ir duduqlanish xastaligini yashirish uchun Gap Yetar bilan hamkorlikda o'ylab topilgan ruhiy himoyadir. U o'zi yaratgan yaltiroq qafasning umrbod asirasiga aylanib qolgandi. Biroq suratga olish maydonchasida kameralar o'tishi bilan u butunlay o'zga qiyofaga kirardi. Yolg'izlik va xilvatda u mutlaqo boshqa inson edi. Uning uyidan jahonning eng mashhur faylasuflari va psixologlarining asarlarini o'z ichiga olgan 400 dan ziyod murakkab ilmiy kitoblardan iborat shaxsiy kutubxona topilgan. U kalta fahm bo'zali rolini shu qadar qoyilmaqom ijro etdiki, hatto zamonasining eng aqlli insonlari ham bu shirin yolg'onga ishondilar. Lekin uning beqiyos husni va yashirin aql zakovati uni Amerikaning eng qudratli va xatarli minbarlariga yetaklab bordi. Aktrisaning AQSh prezidenti John Kennedy va uning bosh prokuror bo'lgan ukasi bilan bo'lgan pinhona munosabatlari hech kimga sir emas. Marilyn shunchaki ermak emasdi. U davlat siyosatiga qiziqardi va aka-uka Kennedylarning o'yinlariga kirib borib, saltanatning eng qorong'u sirlaridan ogoh bo'lib qolgandi.